Kirib yashashingizga tayyor remontli, hamma sharoitlari qilingan xonadon so'raganmidingiz? Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Отдельный mashina kiriladi va отдельный kalitkasi. Zeleniy zona, rakvina bu yerdan mana ko'rishingiz mumkin. Chiroylikini zeleniy zonasi bor. Yonidan yerto'laga tushirish va tashqari tuma tarafli sanuzeli bor. Letniy kuxnya uchun ham sharoitlari qilib ketilgan. Yomg'ir tushmasligi uchun chiroylikini shunaqa leksanlari qilib qo'yilgan. 2 sotixli 5 ta xonali xonadonimizdan ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan shunaqa xonalar ketma-ketligi boshlanadi. 10 tomondan ko'rishimiz mumkin. Bolalar yotoq xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi va mehmonlar kelishiga sirazi mehmonxonaga kirgizib yuborsangiz bo'ladi. Mana tashqari qaragan shunaqa katta-katta oynalari bor, chiroyli lustralar va TV zonalari qilib qo'yilgan. O'zini uni yon tomonida bizani hol qismimizni ko'rishimiz mumkin. Shunaqa chiroylikini lustralar qo'yilgan. Bu yoqqa divanlarni qo'yib turib, televizorni qo'yib turib, bemalol bolalar davrasida televizor ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Ota-onalar yotoq xonasi chiroylikini biralaridan qo'yilgan va o'zini sanuzel qismiga ega bo'ladi. Bu xonadonimizni havo aylanish uchun orqa hovliga tashab ketilgan. Buni yonmachasiga ham ochsa bo'ladi. Shuni ham gapiradigan xeytirlar bor. Sekin shamol aylanishi uchun. Keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan umumiy sanuzelimiz tashqi tomonlama va uni yonginasida bolalar yotoqxonasi, tashqari qaragan oynalari bor. Keyingi xonamizda yana bir yotoqxona. Xuddi shunaqa tashqariga qaragan oynasi yoki orqa hovlidan unumli foydalansa bo'ladi. Remontlarga e'tibor berib qo'yasizlar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bu yerdan sanuzeli ko'rishimiz mumkin yana. Va uni yonginasida ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismi tayyor mebellar yasatib qo'yilgan, tayyor. Uyda nimaki ko'rgan bo'lsanglar, hamma narsa qoladi. Xonadonimiz 2 sotix, 5 ta xonadan iborat bo'ladi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Yangi Hayot tumani Indeks bozoridan o'tgandan keyin masjid keladi. Masjid yonidagi ko'chada joylashgan bo'ladi. Narxi 118 ming belgiladik. Kelishadigan joyi bo'ladi. Qiziqqani bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qilaveringlar. Yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yib, shunaqa tayyor remontli xonadon so'ragan tanishingizga jo'natib qo'ying.